Guangzhoudan hammaga salom do'stlar. YouTube uchun degan kunimdan beri video ishlayman deb ishlolmay yuribman. O'zbekcha Guangzhou haqida informatsiya juda ham kam ekan, deyarli yo'q ekan do'stlar. Guangzhouda biza mehmonxonamiz shu tarafda. Hozir biz ko'chaga chiqdik. Hozir videoning oxirida mehmonxonamizni ham ko'rsataman sizlarga. Bu yerda qaranglar, ko'p do'konlar bor. Optoviy do'konlar bor. Hamma narsasi arzon tarzda shu zavod baholarida savdo sotiq qiladilar. Shu Toshkentdagi ko'p butiklarimizda duradigan narsalar bor. Shu yo'lning bu tarafida lyuks kopi deb yuradilar. Shunday narsalarni sotadilar do'stlar. Korobkalar ham bor, hamma narsani polni ideal tayyor bo'lib bozorga chiqib ketadigan narsalar. U yana borib turib 150-200 dollardan sotsa bo'ladi. Bedan bir 50 dollar, 70 dollarga sotib oladi. Lekin sifat darajasi do'stlar Xitoy degan bilan вообще super sifatlar. Bizlar ham o'zlarimiz uchun juda ham ko'p narsalar oldik. Ber больницасы do'stlar. Mana больницani isam keladi. Endi tepalarga chiqib yetiladi. Bu yerda mana bozor katta. Bizani xuddi shu mollarimizga o'xshagan juda ham katta bozorlari bor. Bizani gostinsamizning ham полный bozor. Gostinsada liftdan pastga tushib Optim bozorga kirib ketilaveradi to'g'ri. Mototsikllar juda ham ko'p ekan bu yerda. Shunday yo'lda street foodlari juda ham ko'p ekan. Har xil shirinliklar, ovqatlar, mevalar. Hozir biz o'shadan gilos olamiz, lekin gilos yana ko'rinmaydi. Qaranglar. Ajoyib bir o'zlariga yarasha mevalari mavjud. Hello. Üzüm alamızmı ya? Ha? Nede? Tak, bizani gostinsamız, yine bu gostinsa do'stlar, pastlar ham polniy bozor, bu taraflar ham bozor. 7-Eleven degan magazinlar juda ham ko'p berdi. Shu oddiy magazin, kirib produktlarni olamiz. Shu riyat o'zlarimiz bir mahalladan bo'lib qoldi. Qora tanlilar juda ham ko'p ekan bu yerda. Afrikami, Nigeriyami, Kambodjami shudan kelganlar. Hammasi shu yerda ishlarini, bizneslarini yuritib yashab yuradilar. Shu 7-Eleven'da bu yerda o'tirib yana ko'p videolarni oldik. Yoqdimi Xitoy? Kargolar ko'p, har qadamda kargolar bor. Kirib o'zlaringiz tovarlarni berib yubaraverasizlar u yana. Mehmonxona narxlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, 200 yuan biza turgan mehmonxona bu ya'ni nechta bo'ladi? 50 dollar почти kunina. Bir xonali kvartira, gostinitsa, hamma sharoiti bor, zo'r, ajoyib. Mana McDonald'slar bor chiqqan yerimizda. McDonald'slardan ko'p yedik. Shundaysa boshqa taomlarini baribir bizani privkuslar tamom tushavermaydi. Bularni baribir bilasizlar. Ko'p narsa iste'mol qilishadi. Bizani tabimiz tortgani yo'q bu narsalar. O'zbek milliy taomlariga bordik, bu yerda bor ekan. Turkcha taomlar bor ekan, zo'r sifatli, halol mahsulotlar. Ish qilib yuribmiz, juda ham ko'p joylarni ko'rdik, juda ham ko'p texnologiyalarni ko'rdik do'stlar. Xalqi juda ham bir zo'r madaniyatli desak ham bo'ladi. Birinchi kelgan kunimiz sim karta sotib olib turibman. Sim karta olayotgan vaqtimiz bizani aeroportdan kutib olgan taksist o'zini o'g'li sim karta sotadi ekan. Sim karta kerakmi dedi, davay kerak dedik. Biz bordik, hamma narsani cho'tga taxlab berdi. Shu yerda o'zi pul berib, biz ishimizni bitirib ketadirganda переводчикка yozib turibdi, yog'i taksist. O'g'limni biznesini hissangizni qo'shganingiz uchun sizga tashakkur deb turibdi-da, yog'i taksist uchun turibsizlar. Shu mening miyamda bu bum bo'ldi. Shu darajada rahmat aytib turibdi. Men aytdim, молодец dedim.
Yine indi özlerine ovqatları itlerini aylantirib yuribdilar. Ajoyib ish qilib. Agar yana shunday выпуск kutib turgan bo'lsanglar, shunday videolarni давайте like, kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar, yana chiqaramiz xudo xolasa. Biz Zaza Travel orqali shu aeroportlara, gostinsalara bronlarni qilib geldik. Sizlarga ham tavsiya etib qolamiz Zaza Travel'ni. Bu meni abkamni o'zimni Ayapamni kompaniyasi, xudo xolasa arzon, chiroyli narxlarda biletlarni, shu gostinsa bronlarini sizlarga tayyorlab beradilar. Qamangiz omad, like'larni kutaman.